Assalomu alaykum Chorva olami obunachilari, mana xudo xolasa bo'g'oz mollarimizni yana olib kelib qo'ydik. Hozir buni ma'lumotini to'liqroq egalaridan olamiz. Keling, keling, qizimsiz. Assalomu alaykum aka, endi bu haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Bu 8 oylik bo'g'oz. Bo'ylari hozir o'lchadigan, 400 yana o'lchadan beraveramiz bu qator. Bo'yi xudo xolasa bunimiz 1.24 chiqdi. 1.24 chiqdi. Bir yana o'lchadan beraveramiz. Bo'ylari 1.24. Xudo xolasa yeb bitishiga, yuvoshligiga garantiyasi bor. Havodan yuqadigan kasalliklarga garantiyasi yo'q lekin akalar. Havodan yuqadigan dermatit, yashilga garantiyasi yo'q. Yuvoshligiga, yeb bitishiga garantiyasi bor. Yangi kelin opalarimiz, yosh qizlarimiz bemalol o'tirib olib sog'ishsa ham indamaydigan mollar. Chandirda soladi, uni tagini qarang, sutga ishlaydigan odamlarga-da bu. Bo'g'ozligi 8 oylik. Bo'g'ozligi 8 oylik. Yeb bitishiga uzoq. Molni yeb ichish garantiyasi, ichish boshqa yotish turishlariga garantiyasi bor. Molimiz ancha yo'g'on kachog mol. 8 kurak deyishyapti, xudo xolasa mana ko'ramiz. Ochilgan. Yo'llar ochilgan. Xudo xolasa mana. Yaxshi. Butta hammaga kelishgan mol mana. Endi aka buni narxlari bilan tanishsangiz, bu qancha aka bu? Buni 26 million kami bor. Pastda nomerlar qoldiramiz, xudo xolasa telefon qilib bog'lanishlaring mumkin. 26 million kami bor deyishyapti akamiz mana. 8 oylik bo'g'oz. Dastlabkasi vodiy bo'ylab bor. Vohalaga ham dastlabkamiz bor, vohalaga kelishilgan holatda. Vodiy bo'ylab besplatno. Mana navbatdagi molimizni ko'rishimiz mumkin. Bo'g'oz 15 kunda tug'adi deyishyapti, xudo xolasa uni. 15 kunligi qoldi. Buni bo'ylarini ko'rsatib o'tamiz. 15 kunligi qoldi buni. Bu ham 20. 1.20 molimiz mana. 1.20 ekan buni bo'yi. Buni ham kurani oldin ko'rsatib qo'ydik, yechamiz faqat. Bu ham 8 kurak. 8 kurak mol. Majmul xudo xolasa o'ziga tug'adigan ko'rsatdi. Qonni kattaligidan bilishga bo'ladi. Oldin yegasi ham o'ziga. Bular qiziqtirishga boshqamas. Mol boqib yuradiganlar o'zi biladi aka. Ha. Mana yeb ichishi, yurish turishi garantiyasi bor, xudo xolasa bu molimizda ham havodan yuqadigan kasalliklarga garantiya yo'q. Qolgan lubboy kasalliklarga xudo xolasa garantiyamiz bor. Buni ham yuvosh. Yuvoshligi yuvosh. 15 kunligi qoldi buni. 15 kunda tug'adi. Mana. Yuvoshligini ko'rsangiz, arqamdan tashlab qo'yman, Bemalol mana. Arqon usholmagan holatda ham bemalol soqsa qochib ketib tepmaydigan mol. Yuvoshlarida. Biz xudo xolasa yomon vaj ishlamaganimiz ishlamaymiz. Bunimizni narxini qancha deyapsiz aka? Bunisini ham 26 million kami. Bo'ldi. Shu pastda qoldirilgan nomerlarga aloqaga chiqarasizlar, 26 million kami bor deyishyapti. Xudo xolasa vodiy bo'ylab dastavkamiz mavjud, kelishilgan narxlarda vohalarga ham chiqarsa bo'ladi. Vodiyga bepul ekan akalar, mana bundan ortiq variant bo'lmaydi. O'ta go'zal. Vohalarga kelishamiz. Vohalarga ham liniyalar bor. Bo'ldi. Vohalarga ham xudo xolasa kelishilgan narxlarda, lekin vodiy ichi bepul dastavkamiz xizmatimiz bor. Yana puli yengilroqlardan ko'rsatamiz. Mana navbatda puli sal yengilroq. Tug'ishini ozgina kutaman degan akalarimiz uchun mana 6 oylik bo'g'oz. O'zlari uchun tekshirib olishaveradi, ham tekshirilgan. Mana yuvoshligi buni ham. Mana. Xudo xolasa mollar toza, yuvosh, yaxshi. Buni ham bo'yini o'lchab ketaylik. Bo'yini bir ko'ramiz buni ham. Bo'yi 1.26 chiqyapti, 25 ga olishaveradi. Bo'yi 1.25. Yeb ichari garantiyasi bor. Kurakchini ham mana ko'rsatib qo'ydik. Kurak tishlari. Baquvvat molda. Baquvvat.
vaqtida. Ko'ramiz. Endi yoryapti ekan biz Xudo o'tishini. xolasa biz o'tishini yorib, Biz o'tishini yorib 2 dona chiqaryapti ekan bu. Birinchi tug'ishiga. birinchi tug'ishi ekan akalar, mana ko'rishlaring mumkin. Yurish turishi juda chiroyli bo'lgan mol. Buni ham yedishi ham zo'r. Yuvoshgina xudo xolasa boqib o'zim uyimga o'rgataman degan akalarimiz uchun zo'ri. Buni narxi yengil. Narxini aytib o'ting aka. 22 million yana kamiga o'tib beraman. Xudo xolasa 22 million o'tib beraman deyaptilar. Xudo xolasa sunnatiga o'tib chiroyli qilib beramiz deyaptilar. Mana 6 oylik bo'g'oz. Olib borib ko'raveramiz ishgan. Bunimizni ham shu dastavkasi vodiy bo'ylab besplatni tekin xudo xolasa voha O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Ha, vodiycha besplatni qolgan joylarga xudo xolasa kelishilgan narxlarda chiqarib olamiz. To'ttoni bir joyga olishsa dastavkasini vohaga ham qilib beraveraman. To'ttoni agar bir kishi oladigan bo'lsa, mana voha O'zbekiston 12 ta viloyat, qaysi viloyatga bo'lsa ham besplatni qilib beraman deyapti egalari. Mana keyingi molimiz ko'rishimiz mumkin. Kattarog'idan, zo'ridan bu ham. Buni ham puli yengil. Buni bo'yi 1.27 ekan, mana ko'rsating. 25 ga olishaveradi. Bo'ldi aka. Xudo xolasa buni ham shu yeb ichishi garantiyasi bor. Hamma narsasi. Turish, yurishi chiroyli bo'lgan mol. Yuvashligini ko'rsataylik. Kamerangizdancha cho'chiyapti bu. Mana yuvashligi. Bu ham yuvosh, nihoyat. Xudo xolasa Turagini ham ko'rsatib o'tamiz. kelib ko'rib olib ketishlaring mumkin akalar. Pastda nomerlar qoldiramiz. Bu ham 8 kurak mana. 3-chi qoringa. Yeb ichiga bir hafta garantiya beramiz deyaptilar. Havodan yuqoridan kasarga ama garantiya berilmaydi. Mana yuvosh. Bemalol yangi kelin opa-ukalarimiz o'tirib sog'isa ham tepmaydigan boshqa yaxshi. Bu 7 oylik bo'g'oz. Bu 7 oylik ekan, xudo xolasa 2 oydan keyin tug'adi deyishyapti. 8 kurak. Buning 3-chi qorin ekan. Ular ham ochilganda. Narx qancha aka buni? Narxi 24 million. 24 million sunnatiga o'tib beramiz deyishyapti. Xudo xolasa vodiy bo'ylab dastavkasi tekin vohalarga kelishilgan narxda. Shu to'tala molimiz agar bir dona odam oladigan bo'lsa, xudo xolasa O'zbekistonda любой joyiga tekin qilib beraman deyishyapti akamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yishsin. Like bosib, bizga podpiska bosmay kuzatayotgan obunachilarimiz, ko'ruvchilarimiz ko'p ekan. Xudo xolasa podpiska, like bosib bizni ko'rishda davom etinglar. Hali mollarimiz davomi ochiq. Bundan da yaxshi mollarimizni ko'rsatamiz. Mana hozir alohida yana Xudo xolasa yana shved mollarimizni ham olib kelamiz deyapti. Hammasini birma-bir ko'rsatib o'tamiz akalar. Yeb ichariga garantiya bo'lgan, yurish turishlari zo'r bo'lgan mana mollarimiz. Bunimiz shu 15 kunlarda ko'payishadi deyapti. O'ta yuvosh mollar, xudo xolasa vodiy bo'ylab dastavkamiz bepul vohalarga, boshqa joylarga xudo xolasa kelishilgan narxlarda chiqaramiz. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Eshitilmay qolgan. Nomerni ayting aka o'zingiz bir. 95lik 059 33 36. Ana shuni telefon qilaverasizlar. 24 soat yoniq telefon. nomerga aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa mollarimiz mana turibdi. Like bosib, podpiska bosish esdan chiqmasin.